Navruzjon aka, kompaniyamiz nomidan ozgina bo'lsa ham sizga tavsiyamiz, tuhfamiz bor edi. Bitta ko'ring. Assalomu alaykum, brat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tespay akalarimiz Samarqanddan kelibdi mehmon bo'lib, hozirgi paytda Moskvada. Aka, shu YouTube'ga kirib kelibsizki, internet olamiga birinchi marta sovg'a. Ishonasizmi? Buni hech qachon biz esdan chiqarmaymiz, endi ushlab turasiz. E'tibor uchun, hurmat uchun kattakon rahmat. Даже mana Navruz deb yozdirib kelibsiz. Addushi rahmat. Endi aka qisqacha tezda Tespay haqida bir ozgina gapirib ketsangiz. Xo'p, Tespay bu Rossiyadagi o'zimizning vatandoshlarimiz uchun uydagilarga pul yuboradigan programma. Tespay orqali yaqinlarni o'z kartaga, Humo kartasiga, gaziga, suviga, svetiga, istalgan to'lovlariga eng zo'r kursda pul yuboradigan programma. Tezda? Tezda ham xuddi shunday, lekin Tespayda imkoniyatlar ko'proq. Xullas Istalgan to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Play Marketdan, App Store'dan bemalol kim xohlasa tezdani, kim xohlasa Tespayni skachat qilib olib, bemalol uylariga pul yuborsa bo'ladi. Bu foydali aka-ukalar. Rossiyada yurgan juda ham akalarimiz hozir kartalari berkilib qolyapti. Lekin mana shu yerdan men o'ylashimcha hozirgacha bironta jalbi bo'lgani yo'q. Chunki desa, Zalotoy Karolnani ham sindirib yubordi, nomeri 1 bo'ldi hozirgi paytda. Xullas kalom akalar, birinchi kommentariyada qoldiramiz silkasini, o'tib obuna bo'lib bemalol pullarni yuborasizlar. Shaxsan o'zimiz ham katta pullarni mana shundan yuboramiz. Chunki desa ishonchli o'zimizniki. Oxirida bitta qo'shimcha qo'ray. Istalgan to'lov nimalarni, programmalarni bitta solishtirsalar, Tespayda eng zo'r kurs. Eng kurs Tespayda. Tespayda. Tezdada вообще 0 dedi, ha? Ha, tezdada ham zo'r, lekin Tespay undan ham zo'rda. Xullas kalom bizda hamma narsa zo'r. Aka-ukalar, bosamiz gazini. Charchamanglar. Katta rahmat, brat, e'tibor uchun, hurmat uchun. Buni endi hech qachon yo'qotmaymiz. Uyga olib borib, saqlab, asrab eslab beramiz.